Buni bagaji radnoyi deyarli yo'q. BYD'ni tormozi shunchalik ham zo'r bo'ladimi, akalar? Bu mashinani ortidan yurayotganda o'zimizga ancha ehtiyot bo'lishimiz kerak, bo'lmasa bizni katta xarajat kutib turibdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, buni bagaji radnoyi deyarli yo'q. O'zimizda zakaz qilib berishadi, $1,500 turadi akalar. Buni o'zini biz radnoy holatga chiroyli qilib, vakuum yo'li bilan to'g'rilab berishga olib qo'yganmiz. Ko'rib turibsiz, raxlariga cho'zilib, niyatina tushib qolgan. Xudo xolasa buni o'zini raxiga liniyasiga qilib, gulini cho'tka qilib terib berishga olib qo'yganmiz akalar. Sifatini o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana buni qarang. Ishimiz sifatiga 0 dan 10 gacha bitta baho berib ketamiz akalar. Kommentariyada raxini qarang, gulini qarang akalar. Cho'tka bo'lgan. Agarda sizda mana shunaqa pachoq bo'lib qoladigan bo'lsa, akalar ikkilanmasdan, xudo xolasa avtovakum Samarqandga olib kelsangiz bo'ladi. Xuddi mana shu holatda guliga raxiga qilib cho'tka qilib beramiz. Ishimiz sifati yoqqan bo'lsa, akalar, bitta like bosib obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa avtovakum Samarqand xizmatingizda.